Ekan video to'g'rida podkan video boshladim deb ketsam bugun qishloq jangi bo'ladi-ku. Mening bu yog'im oynoq bo'ladi, bu yog'i ekaniki bo'ladi shu. Mana bu yerda qishloq uzatamiz, bu yoqqa qishloq uzatamiz, bu yoqqa qishloq uzatamiz. Shunday jang bo'ladi. So'ysa video tugaydi, yilo janglar bo'ladi. Aytmay chiqdi. Shu qishloqlarda jang qilamiz. Aytguncha obunachilar kursiga e'tibor beringlar. Qanaqa kursi ekan? Lekin menga chot kelgan. Nega men yumshoq bo'lgani? Menga eng yoqqani oppoq rang. Shu mod kerak bizga. Aytmay qo'yaver. Mod kerak bo'lsa, kerak bo'lsa mod bizlarda yo'q. Men mod tashlab bilmayman. O'ldim men mod tashlab bilaman ekan. Ochsam agar Telegram kanal yo'q. Modni yerdan qaraysizlar deysizlar, men tushuntirib beraman. Mana bu kirka mod bor-ku. Bilet shunday o'tirasizlar. Bunday kirasizlar va sizga kerak bo'lsa ochmayapti-yu. What the fuck? Ocha qol. Ochdi. Mana bu toza noyda unday narsa qo'shgan. Jalla. Mana bu nima qilib qo'ydim? Qanday qaytib kiring? Shunday moddan qarab qidirasizlar. Men esa to'xtataman videoni. Pillachilar, men yarim soat kutaman. To'xtatib qo'yaman videoni. Sardagi davlatda to'xtab qo'yaman. Esa men shu 3 tane bordan bilan urush uchun ekan 3 tane vardı. Urushadi. 3 tane oradan bilan urushish mumkin. Ilojsiz aytsam agar rost. Hamning kanali sarda bo'lsa, Aziz Craft deganlarga obuna bo'lib qolgan bo'lsangizlar, shunda 3 tane vardan bilan urishadigan. Kommentarga yozsam, bir tane vardan desam, bu 3 tane vardan. Nima bo'ldi? Aziz Craft desangizlar chiqib keladi bu kanalni ko'rsataman. Mana bunday YouTube, mana videolari. Mana toza ochilgan kanal 28 dan obunachisi bor. Ve 31 dan video. Kirib ko'ringlar. Aziz Craft deb qo'yibdi. Mana o'zgartirdi. Mana megadan 50 ta bo'lmaydi. 100 ta bo'lmaydi. Barmaydi. Gimana o'zgartirdi? Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 10 ta bo'lgan. Lekin 50 taga yaqinlashmayapti. 50 tagadan keyin Robloxga jonli efir etamiz. Saradan bo'lamiz. Paka bo'lsin. Yana video to'xtamaydi. Yana qo'yguchilar jangi kerak.